Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan bel umurtqasi disk churrasi haqida odamlarda eng ko'p uchraydigan 30 ta savolga to'g'ri javob beramiz. Beldagi og'riq doim disk churrasi hisoblanadimi? Yo'q, albatta. Beldagi og'riq boshqa kasalliklarning klinik belgisi ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, buyrak kasalliklari, ichki a'zolar kasalliklari, siydik yo'li kasalliklarining ham belgisi bo'lishi mumkin. Disk churrasining belgilari. Asosiy belgilari bu bel sohasidagi og'riq hamda harakatning cheklanishi. Bel umurtqasi disk churrasida nega og'riq oyoqqa tarqaladi? Chunki bel umurtqasidan chiqayotgan disk oyoqqa ketadigan tolani ezib qo'yganligi uchun aynan shu oyoqqa nerv tola bo'yicha og'riq ketadi. Oyoq uyushishi xavflimi? Agar bitta oyoq uyushayotgan bo'lsa, bu nerv tolasini ezib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bel umurtqasi disk churrasini MRTsiz aniqlash imkoniyati bormi? Albatta, taxmin qilish mumkin, lekin MRT aniq tashxislab berish usuli hisoblanadi. Hamma bel umurtqasi disk churralari operatsiya qilish kerakmi? Yo'q, albatta. Bel umurtqasi disk churralari 90% holatlarda faqat konservativ usulda davolanadi. Bel umurtqasi disk churrasi o'z-o'zidan kichrayishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan savol, massaj disk churrasini yo'qotadimi? Yo'q, massaj disk churrasini yo'qotmaydi, lekin mushaklar tarangligini kamaytirib beradi. Bel tortish muolajasi mumkinmi? To'g'ri tortilsa, juda ham yaxshi foyda beradi. Igna bilan davolash foyda beradimi? Albatta, og'riqlarni kamaytirish xususiyati mavjud. Bel korseti taqish mumkinmi? Vaqtinchalik taqish mumkin. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar bemorda oyog'ida quvvatsizlik yoki kichik chanoq a'zosi funksiyasi buzilsa. Bel umurtqasi disk churrasi oyoqni falaj qilib qo'yishi mumkinmi? Mumkin, juda ham kam holatlarda. Bel umurtqasi disk churrasida uzoq vaqt bir joyda yotib davolanish shartmi? Yo'q, albatta, uzoq vaqt bir joyda yotish tavsiya etilmaydi. Bu disk churrasi bor bemorlar og'ir yuk ko'tarsa nima bo'ladi? Albatta, disk churrasini kattalashtirishi mumkin. Ortiqcha vazn disk churrasiga ta'sir qiladimi? Ortiqcha vazn disk churrasidagi bosimni orttiradi hamda og'riqlarni kuchaytirishi mumkin. Disk churrasi homiladorlarda ham bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Belni qizdirish mumkinmi? Kerakli holatlarda mumkin. Operatsiyadan keyin churra qaytib chiqishi mumkinmi? Albatta, profilaktika to'g'ri qilinmasa, churra qaytib chiqishi mumkin. Bel umurtqasi disk churrasi reabilitatsiyasi qancha davom etishi mumkin? Bir necha haftadan bir necha oy davom etishi mumkin. Operatsiyadan keyin ham mashq qilish kerakmi? Albatta, ma'lum bir vaqtdan keyin mashqlar qilish kerak. Qaysi churra eng xavfli hisoblanadi? Nerv ildizlarini bosib qo'ygan yoki orqa miya kanalini ezib qo'ygan churra eng xavfli hisoblanadi. Disk churrasini oldini olish mumkinmi? Ha, mumkin. Vaznni nazorat qilish hamda to'g'ri harakatlanish. Eng muhim maslahat, beldagi og'riqni oyoqqa berishini oddiy holat deb qaramaslik. Agar sizga videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling hamda savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.